Assalomu alaykum. Qadrli moliya va hisob sohasi mutaxassislari. Bir lahzaga tasavvur qiling, siz ulkan bir kompaniyaning moliyaviy direktorisiz. Qo'lingizdagi balansga qaraysiz, u yerda milliardlab so'mlik binolar, zamonaviy uskunalar, katta-katta zavodlar, qisqasi qog'ozda hammasi a'lo. Kompaniyangiz nihoyatda boy. Lekin bir daqiqa to'xtang. Tashqarida iqtisodiy inqiroz avjida. Texnologiyalar ko'z ochib yumguncha eskiryapti. Bank foizlari osmonga sakradi. Endi o'zingizga halol bir savol bering. Balansingizdagi o'sha ko'zni qamashtiruvchi milliardlar real hayotda ham shuncha turadimi? Yoki bu shunchaki bir sarobmi? Balki siz o'zingizni va investorlarni bu chiroyli raqamlar bilan aldab kelayotgandirsiz. Xo'sh, keling. Ana shu milliardlab so'mlik sarob ortidagi haqiqatni ochishga harakat qilamiz. Sizning balansingizdagi boylik tashqi inqiroz zarbalariga qanchalik bardosh bera oladi? Agar siz xalqaro moliya standartlaridan, ayniqsa IAS 36, ya'ni aktivlarning qadrsizlanishi standartidan bexabar bo'lsangiz, bilib qo'ying, katta moliyaviy xatolarga yo'l qo'yishingiz deyarli aniq. Shuning uchun keling, bilimingizni hoziroq shu yerda bir sinab ko'raylik. Bu savollarga javobingiz tayyormi? Birinchi sinovdan boshlaymiz. Bu savol sizga juda oddiy tuyulishi mumkin, lekin uning javobi sizni jiddiy o'ylantirib qo'yishiga ishonchim komil. Demak, tasavvur qiling, zavodingizda bir uskuna bor va uning balans qiymati, ya'ni hujjatdagi narxi roppa-rosa 100 million so'm. Hozircha hammasi joyida. Ammo real hayotdachi? U yerda vaziyat umuman boshqacha. Agar bu uskunani bozorga olib chiqib sotsangiz, sizga 80 million so'm berishadi. Agar uni sotmasdan o'zingiz ishlatsangiz, u sizga kelajakda 90 million so'mlik foyda olib keladi. Ko'ryapsizmi? Sizda endi 3 ta har xil raqam bor. 100 ming, 80 million va 90 million. Shush, diqqat qiling. Birinchi savol shunday. Xalqaro standartlarning qat'iy talabiga ko'ra, siz yillik hisobotga qaysi raqamni yozishingiz shart. Va eng qizig'i, o'rtada paydo bo'lgan o'sha yo'qotishni, ya'ni zararni qayerga yashirasiz? Hurmatli do'stlar, agar ushbu ma'lumotlar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, ushbu bloglarni sizga berish uchun mehnat qilayotgan video ijodkorlari uchun like bosib qo'ying va bundanda sifatli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Bu hali hammasi emas. Bu shunchaki boshlanishi edi. Endi esa vaziyatni ancha jiddiylashtiramiz va muammolarni murakkablashtiramiz. Ikkinchi savol. Sizning kompaniyangizda hashamatli bosh ofis binosi va katta bir ilmiy tadqiqot markazi bor. Ular biznes uchun juda ham muhim, lekin e'tibor bering, ular o'z-o'zidan bir tiyin ham to'g'ridan-to'g'ri pul keltirmaydi. Xo'sh, shunday vaziyatda pul oqimi yaratmaydigan aktivning qadrsizlanishini, uning zararini qanday hisoblab chiqasiz? Yoki bundaqa aktivlar umuman qadrsizlanmaydi deb o'ylaysizmi? Uchinchi savolimiz goodwill haqida. Bilasiz, bu boshqa bir biznesni sotib olganingizda uning obro'si, brendi uchun to'lagan qo'shimcha pulingiz. Aytaylik, kompaniyangiz a'lo darajada ishlayapti, foyda ko'ryapti. Shunday bo'lsa ham, nega xalqaro standartlar sizni har yili o'sha goodwillni majburiy ravishda qayta tekshirishga undaydi? Agar bu ishni qilmasangiz, oqibati qanday bo'ladi? Endi esa keling, eng yomon, eng dahshatli ssenariyni ko'rib chiqamiz. To'rtinchi savol. Tasavvur qiling, zavodingizda kuchli portlash yuz berdi. Xudo saqlasin albatta. Aktivlaringizning bir qismi yaroqsiz holga keldi. Kompaniya milliardlab zarar ko'rdi. Siz xalqaro ekspert sifatida bu ulkan zararni hisobdan chiqarishni qaysi aktivdan boshlaysiz? Qat'iy algoritm bo'yicha birinchi navbatda goodwillni yo'q qilasizmi yoki yonib ketgan uskunalarni hisobdan chiqarasiz? To'g'ri ketma-ketlik qanday bo'lishi kerak? Va nihoyat 5-chi eng nozik savol. Deylik, inqiroz tufayli siz o'tgan yillarda aktivlaringizdan katta miqdorda qadrsizlanish zararini hisobdan chiqargansiz. Ammo bu yil iqtisodiyot kutilmaganda tiklandi, hamma narsa iziga tushdi. Xo'sh, endi o'sha o'tgan yili yozilgan zararlarni bekor qilib, hisobotda birdaniga katta daromad sifatida ko'rsatishingiz mumkinmi? Va eng muhimi, nima uchun aynan goodwilldan ko'rilgan zarar bozor qanchalik tiklanmasin, hech qachon qaytarilmaydi? Aziz hamkasb, agar siz hozirgina berilgan 5 ta savolning barchasiga xalqaro standartlar asosida ikkilanmasdan aniq va ishonchli javob bera olmagan bo'lsangiz, tan olish kerak, siz hali xalqaro darajadagi moliyaviy hisobotlarni tayyorlashga tayyor emassiz. Chunki milliy buxgalteriya qoidalari bu kabi murakkab jumboqlarga javob bera olmaydi.
Bu qoidalarni suqilib ichib yo'birishingiz shart. Nima uchun deysizmi? Chunki bu sizga millionlab dollarlik xatolarning oldini olishga, har qanday audit tekshiruvdan 5 baho bilan o'tishga va eng asosiysi, haqiqiy xalqaro darajasidagi ekspertga aylanishga yordam beradi. Aynan shu sababli biz siz uchun tayyor yechimni hozirladik. Bu ISS 36 aktivlarning qadrsizlanishi standartiga bag'ishlangan 8 qismdan iborat chuqurlashtirilgan video darslar to'plami. Bu yerda zerikarli nazariya yo'q, faqat real hayotiy misollar va sizni qiynagan barcha savollarga aniq bosqichma-bosqich berilgan yechimlar bor. Karyerangizda yangi yuksak cho'qqillarni zabt etishga, bilimingizni xalqaro darajaga olib chiqishga tayyormisiz? Buning uchun nima qilish kerak? Hammasi juda oddiy. Birinchi qadam 8 ta darsimizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Ikkinchi qadam karyerangizni butunlay yangi darajaga olib chiqing. Uchinchi qadam esa birinchi videoni hoziroq yoqish. Unda qani, Olga, biz bilan birga bo'ling va xalqaro moliya standartlari cho'qqisini zabt eting. Birinchi darsda ko'rishguncha xayr. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bilan bizni qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Biz bilim beramiz, sizdan esa ozgina e'tibor kifoya. Omon bo'ling.